Men Eleonora Yang bo'laman. Eng yaxshi lyuks xonani band qilgandim. Kechirasiz, bu ismga hech narsa yozilmagan. Xayrli kech. Mehmonxona boshqaruvchisi Reginald Ormsby bo'laman. Tinchlikmi? Men Eleonora Yang bo'laman. Iltimos bizni xonamizga kuzatib qo'yishsin. Uzoq yo'l yurib keldik. Charchaganmiz. Bo'sh xona yo'q. Adashgansiz shekilli. Ishonchim komil. Qiyinchiliksiz boshqa joy topa olasiz. Masalan, Chinatownga borishni maslahat beraman. Turmush o'rtog'imga qo'ng'iroq qilib olsam maylimi? Iltifot ko'rsatarsiz. Hoziroq chiqib keting. Aks holda politsiya chaqirishga majbur bo'laman. Bemalol chaqirishingiz mumkin. Eleonor, hozirgina eringiz bilan gaplashdim. Bu mehmonxona ko'p yillardan beri Kaltroplar oilasining mulki bo'lib kelgan. Endi uni qadrdon do'stimga sotib yubordim. Singapurlik hurmatli Yanglar oilasiga. Qarshingizdagi ayol esa mehmonxonaning yangi xo'jayini Mrs. Yang xonim bo'ladilar.